Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana qadrli akam Sanjarbek aka o'zini bizneslarini boshlabdi. Qanaqa nimalar bor ekan endi bu yerda ko'raylikchi do'stlar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Avvalambor xush kelibsizlar o'g'illar. Endi bizda bor hozir mahsulotlarimiz shu fasadga har xil ko'rinishda ishlarimiz bor. Sizlar istagan, xohlagan ranglarda chiqarib bera olamiz. Fasadga ishlar, so'kilgan ishlarimiz bor. Xudo xolasa tez orada yana ham yangiliklar, terma travertinglar keladi. Xo'p, Sanjarbek aka hozir bu fasadning plitalarni mijozlar sizdan sotib olgandan keyin yana qanaqa qulayliklar qilib bera olasiz aka? Biz mijozlarimizga yetkazib berish xizmatlari, o'rnatib berish, ustalarimizni o'zimiz jalb qilib beramiz. Sanjarbek aka bu shakli boshqachasi ekana, ko'rsating. Javohir bularimiz mana 3D variantdagi plitkalarimiz. Bulardan istagan ranglarda chiqarib beramiz. Hozircha bu oq. Xo'p, Sanjar aka, hozir buni devorga o'rnatadigan bo'lsak, so'kiliga nima tavsiya bera olasiz aka? Xo'p, javohir so'kilga ham har xil variantlarimiz bor. Mana misol uchun bunga to'g'ri keladigani. Aka, so'kilga bo'ldi. Devorga boshqacha tavsiya bering aka. Xo'p, Sanjarbek aka, manzilni tushuntirib qo'ying endi aka. Xo'p, manzilimiz javohir mana Qo'rg'ontepadan tushishda ertasiga yetmasdan o'ng qo'limizda joylashgan bo'ladi.